Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga qolgan kichkina gullarimni ko'rsatmoqchiman. Meni gullarimda ichida eng ko'pi kolleksiya qilganim sanseveriya gullarim juda ham ko'p. Chunki sanseveriya gullarini eng birinchi o'rinda qo'yaman. Juda ham yaxshi ko'raman sanseveriya gullari. Shuning uchun menda sanseveriya gullari juda ham turi ham, xili ham ko'p. O'tgan safargi video katta gullarimni ko'rsatganimda sanseveriyalarim ham 3-4 xili bor edi va bunisida ham kichkina sanseveriyalarim 3-4 xili bor. Endi hozir mana kichkina gullarni hammasini ko'rsatib chiqaman. Bu sanseveriya o'zim barikdan ko'paytirgan sanseveriyalarim. Bu sanseveriya Moonshine sorti. Mana seriya tuvakda bitta tuvakda 3 ta qilib to'ldirib ekkanman. Aloy gulim sinib qolgan, shuning uchun buni ham tagiga qo'yib ekkanman. Sanseveriya Moonshine. Bu sanseveriya seriya sorti. Bu tomirlar chirib qolgani uchun tomirlarni davolab, ildizlarni davolab, одноразовый stakanga ekib chiqqanman. Chunki tomirlari qaysi tomonga qarab o'zgarishini bilishim uchun, shuning uchun одноразовый stakanlarga ekib chiqqanman. Bu sendapsus gulim bu. Keyin sendapsusda bunaqa sorti bor menda. Keyin sanseveriya bor, atirgulli sorti. Bunda bitta tuvakda mana bitta onasi, ikkita bolachasi bor. Rio gulim bor keyingi. Keyin Madagaskarskiy jasmin anosi. Jasmin ochiladi, hidi shirin jasmin bu. O'tgan yil rosa ko'p ochildi. Men juda ko'p video rolik qildim. Bir ochilsa butun hovliga hidi taralar ekan. Tashqarida turgan edi gulimni tuvagini surtish esimdan chiqibdi. Mana key tuvaklari o'ziga yarashgan. Bu gulim qishi bilan kasallikka chalinib chiqdi. Juda ko'p shiraga chalinib chiqdi. Bu bilan men rosa ko'p kurashdim. Hamma bariklarim, tanadagi bariklar to'kib yuborgan edi. Mana yana dorilaganimdan so'ng mana bariklari yangidan chiqdi, hamma barigi. Endi yana bir dorilayman. Bugun bu gullarning hammasiga men kalsiy berib chiqdim. Kalsiy berib yana bir doriladim-da. Bu ham Rio gulim. Rio guli menda 7 ta 8 ta tuvakda bor, chunki bitta bozorda olganimda juda yaxshi qaraganim uchun rosa ko'p ko'payib ketdi. Shuning uchun juda ko'p tuvaklarimda ko'p tagidagi qurigan bariklari. Bu sanseveriya atirgulli sorti bu ham. Aytganimdek bitta gul olaman va juda ham ko'paytirib olaman. Bariklaridan o'zidan ko'paytirgan. Buni ham bitta olgan edim. Hozir 4 ta tuvakda bor menda. Bu manaki bittasi. Ishqilib bittasi onasi, qolgan hammasi bolasi. Mana shu atirgulli sorti sanseveriyamdi mana. Buni ham tagida mana tagida to'la bolalari bor. Bu ham mana 3 ta, 3 taning tagida 2 tadan bolachalari bor. Bu bitta, 2 ta, mana yana bittasi. Bu ham 3 ta. Mana bu 3 ta, bu 4 ta, 5 tadan bu. Keyin sanseveriya atirgulli sortim, vayni sortini olganman mana. Olganimda bu ham bitta edi. Mana tagidan juda ko'plab detkachalar bergan. Bu ham manaki. Detkalari bor, bariklari juda ham chiroyli. 2 qavatli pazrashni tuvakka ekkanman. Bu tuvak o'zi katta ko'ringanmi, ichidagisi kichkina bu. Ela boyagina suvlab dorilar berib chiqqan edim. Buni barigi burali bo'ladigan barig ekan. Vayni sorti bunday bu tomchiday bu bir tomonga taralgan. Shuning uchun menga juda ham yoqchi sortidan oldim mana. Keyingi gulim sanseveriya. Bu olgan esxinantus gullarim va xoyam. Bu malachayim ham qishda meni juda ham qiynab xafa qildi. Bu malachay polli barglarini to'kib yuborgan edi. Yaxshi oziqalar berib issiq suvga cho'miltirgandan so'ng yana bugun ham kalsiy berdim. Kalsiy berganimdan so'ng mana yangi bariklar chiqarib, mana yanada yangi bariklar chiqaryapti. Bariklar chiqarib meni xursand qilib boshladi. Nasib bo'lsa inshaalloh 5 bo'lib o'sib chiroyli holatga keladi. Tanalardan yangi detkalar ham chiqaryapti. Bu asparagus gulim. Bu ham kichkinaligida olgan edim. Hozir mana katta bo'lib ketgan. Buni bir picha yengilroq bo'lsin deb 10 ta 15 ta shoxlarni kesib taylaganman. Mana rosa ko'p shoxlarni kesganman. Mana eng oxirgi chiqqan shoxi mana shuncha uzun bo'lib ketgan. Uzunligi qo'limcha bo'lib ketgan mana.
juda ham zo'r o'sib ketgan. Bu kolleksiya qilib ekkan. Qishda ko'p gullarimni bitta tuvakka ekar edim, joyim kamligi uchun. Shuning uchun mana bular shunday qilib ekkanman. Bargini to'kib yuborgan. Bu yoqda ham bitta dollar gulim bor edi. U ham bargini to'kib yuborib, u nobud bo'ldi. Tagida bolachalar mana barglari tushgan. Barglarni hammasi ko'karib chiqqan. Mana bu yerda Echeveria degan atirgulli sorti nom bor edi. Sukulentim bor edi. U ham qurib ketdi. O'rtasida kaktuslarim bor, o'sib yotibdi. Mana dumaloq kaktuslar bolalari. Mana bu ham sukulent gulim. Mana bu ham yangi detkalar berib, anchagina detkalar berib ko'payib qopti. Bu ham sukulent turiga kiradi. Buni bargi qattiq sukulent bu. Juda ham qalin va qattiq. Bu aytganimdek ba'zi bir sabablarga ko'ra qarovsiz qolgan zamiya kulkaslarim bular. Buni ham ekkan bir 3-4 oycha bo'lib qoldi. Yaxshi kartoshka berib o'zini anaqa qilgan-u, kartoshkalar berib o'syapti-yu, lekin hali o'zini tiklab olgani yo'q. Endi kartoshkalar detka berib qarasa, o'zini tiklab ketadi degan umiddaman. Hali kecha ko'rsatganimdan ham, bu ko'rsatganimdan ham tashqari yana bir 30 talar gullarim bor. Uni ham alohida video rolik qilib ko'rsataman, sababi video roligim juda ham cho'zilib ketyapti. Bu kichkina gullarim. Bundan boshqa ham rosa ko'p gullarim bor. Ularni ham alohida video rolik qilib ko'rsataman. Hamma gullarimda tagini quritib, chanqatib suv beraman. Ayniqsa Sansevieria gullarini qancha ko'p chanqatsangiz, shuncha zo'r o'sadi va shuncha zo'r detka beradi. Sansevieria gullari uncha ko'p suvni yoqtirmaydi, darrov suv ko'p berib qo'ysa, chirishni boshlaydi. Shuning hisobiga Sansevieria guliga juda kam suv chanqatib suv berishimiz kerak. Vaqtida aytganimdek bitta daftarga yozib ketsalaringiz, shu daftarda cheslo picha o'tkazsalaringiz ham undan oldinroq berib qo'ymangizlar. Ozuqalar bersalaringiz, vaqtida ozuqalarni bersangiz juda ham o'sib, juda ham chiroyli holatga keladi va mana shunaqa ko'payib detkalar berib sizni juda ham xursand qiladi. Bugungi ko'rsatgan kichkina gullarim mana shundan iborat edi. Qolgan gullarimni ham alohida bitta video rolik qilib ko'rsataman. Videomga like bosib, qo'llab-quvvatlab turingizlar. Mana bu yerda ham bitta xo'yam bor mana. Video roligim yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.